singlim o'g'il o'ylantiryapti-yu. Mana yakshanba kuni to'yda singlimikiga borganimda, "Kir, anaqa kelinni xonasini ko'r, sarpalarni ko'r" deyapti-da. "Yo'q, men kirmayman" dedim. Bu narsani juda ham yomon ko'raman-da. Men kulturniy xolalardanman dedim. Kelinni, yangi kelinni spalnisini qo'shnisi, xolalar, ammalar shifoniyerini ochib sarpalarini ko'rishadi. Nirni bilyolargacha tiskalashadi. Bu вообще nenormalda. Men kichkina qo'dan вообще moliyordan keyin shatta quplab qo'yganlar, bo'ldi, hech kim kirmagan. Shu mumkinmi bizda? Men aytmayman dinimizda yoki bo'lmasa meni chilla, pilla, naqa narsalarni tushunmayman. O'zi umuman это же не культурно. To'g'rimi? Shaxsiy hamma narsasini titkilash mumkin emas. O'zi bizda shaxsiy chegara juda yaxshi shakllanmagan, shuning uchun odamlar buni his qilishmaydi. Bu yog'iga qilsa bo'ladi shu narsani. Yo'q, eshikni yopib qo'yish bu juda ham to'g'ri. Ko'z nazar boshqa deb bo'lsa ham oldindan bizani qaynanalar buvilar shu narsani ehtiyot qilishgan. Va ko'z nazar, so'q, yangi kelinchilik, chilla deb gapirishgan, o'shalar to'ppa-to'g'ri qilganda, bizda-chi mana shaxsiy chegara mumkin emaslar, mana shunaqa so'zlar bilan kirmagan bo'lsa ham, bularni boshqalarni qidirayotganlarida urf-odatlarga saqlanib qolgan. O'sha narsa chegarani belgilagan shu bekitishlar, ko'rsatmasliklar, juda nozik odamlarni kirgizib, boshqalarni kirgizmasliklar, faqat duo qilgan bu kimga kirib beradi-yu. Masalan, meni qaynonam shunaqa qilganlar. Bizlarda chaqaloq bolalarimiz tug'ilsa даже, bolalarning yuzini umuman o'girib ko'rsatmasdi hech kimga. Katta bo'lishyapti, mayli uxlayapti, kera ko'rasizlar-da, bermasdilar hech kimga, yuzini ochmasdilar-da. Mana shu bolaning shaxsiy chegarasini saqlash shunga o'xshab, yoshlarning haddi sig'masa, yosh kattada bu narsani chegara sifatida birovni xafa qilmaydigan qilib, chiroyli qilib ko'rsataveradi.